Atigi 16 ming so'mga naqd 2,5 kilo chiqadigan pryanik bozordan kilosini 25 mingga oladigan pryanik uyda mehr bilan 3 barobar ko'p tayyorlaymiz. Idishimizga shakar, elangan un, tuz hamda qaynab turgan sutni solib yaxshilab aralashtiramiz. Bitta tuxumni sarig'i, vanilin solib bir chekkaga olib qo'yamiz. Alohida idishga elangan un hamda razrixli solib, bir chekkaga olib qo'ygan suyuq massamizni solib, yumshoqqina qo'lga yopishmaydigan xamir qilamiz. Hamda 30 daqiqa davomida tindirishga qo'yamiz. Tingan xamirimizni 4 bo'lakka bo'lib, xuddi videodagidek yoyib olamiz. Hamda istagan shaklimizda kesib olamiz. Barchasini xuddi shu shaklda kesib olganimizdan so'ng qizib turgan duxovkada pishirishga yuboramiz. Pryaniklarimiz do'mboqqina bo'lib pishib chiqqanidan so'ng saxarni pudra hamda olib qo'ygan bitta tuxumni yaxshilab mikser qilib pryaniklarimizni bo'lab olamiz. Hamda 3-4 soat davomida qotirishga qo'yamiz. Barakali hamda mazali pryaniklarimiz tayyor. Yoqimli bo'lsa like bosib obuna bo'lishni unutmang.